Hürmetli vatandaşım, emdikirleşimizin mavzusu mındaq. İspaniya umumi xalq ovoz beriş başlandı. Saqçılar bilan fuqarolar o'rtasida to'qinish yuz berib, 761 nafar kishi yaralandi. İspaniya hukumat tarafından çekilişi orqali Kataloniya xalqining bo'linib chiqish xarakterlik referendumida ko'rsatgan tirishchanligi zo'ravonlikqa aylanib ketdi. Saqch taraf bilan shaxs taraf bilet tashlash punktlarini taqab qamal qilib, sandiqlarni musodara qilib turganda shu yer xalqining to'sqinligiga uchirdi, qarshiligiga uchirdi. Kataloniya amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Barcelona va boshqa Kataloniya shaharlarida qaynab toshgan saylovchilar, ya'ni umumiy xalq bilet tashlag'uvchilar bilan chorlashga chiqqan saqchilar o'rtasida to'qinish yuz berdi. Hatto shunday suratda ko'rinishlar keldiki, saqchilar fuqarolarga hujum qilib, ularga zarb bermoqchi bo'lganda pojarni atrat, o't o'chiruvchi atratdan saqchilari chiqib, fuqarolarni qo'g'dab, saqchilar bilan fuqarolar o'rtasidagi to'qinishni yeniklatdi. 761 nafar kishi yaralandi. İspaniyaning muavin vaziri Sanyasa Satamalaya bu ismni tarjima qiladigan Xitoy tilidan buni o'z ismiga tarjima qilish tasdiq to'xtaydi ekan, bo'lib men buni qo'limdan kelmaydi ekan. Shunga vatandoshlarimning afv qilishini umid qilaman. Vaziri Sanyasa Satamalaya yakshanba kuni Madriddan mundaq ko'rsatdi. Butun xalq bilet tashlash mavjud emas. Saqch taraf bilet tashlashdan natijaga ko'rsatgan tirishchanlikdan, saqch taraf bilet tashlashdan iborat natijaga ko'rsatgan tirishchanlikni chekladi. Biroq Kataloniya avtonom rayonining bayonotchisi mundaq ko'rsatdi. Saqchilarning to'sqinligi tufayli bilet tashlag'uvchilar bilet tashlay olmadi. 2315 bilet sandıqdan saqchilar 319 bilet sandıqını taqib etdi yoki elib ketdi. Madriddan Kataloniyada turishliq vakili yoki diplomatik vakili desangiz bo'ladi. Vakili va yerlik hukumat kabineti bugun yuz bergan ishga mas'ul bo'lish kerak dedi. Agar bilet tashlash harakatini oxirlashtirmaydi ekan, Kataloniya yuz berish mumkin bo'lgan ahvollarga mas'ul bo'lishi lozim. Kataloniyada referendum Kataloniyada o'tkazilgan referendum Yevropada pandara qopchig'i chivitildi. Mavzuli xabar 10 oyning 1-kuni Fransiya xalqaro radio stansiyasi shu kuni e'lon qilib, ya'ni shu kuni Vanvetor betiga choplandi. Xabar mundaq boshlandi. İspaniyaning Kataloniya o'lkasi referendum o'tkazildi. Bu namoyish tarixiy va siyosiy hamda iqtisodiy omillar tufayli o'zini o'zi boshqarish va hatto mustaqil bo'lishni talab qilayotgan Yevropaning boshqa joylaridagi millatlarga yangi shakl va yangi andiza o'rnak qilishga andiza tiklab shuning bilan Yevropaning boshqa joylarida mustaqillik talab qiladigan to'lqin ko'tarilishi mumkin. İspaniyaning Kataloniya avtonom rayonida markaziy Madrid hukumatining buyrug'iga pisand qilmay 10 oyning 1-kuni mustaqillikka ovoz referendumi boshlandi. İspaniya hukumati saqchi avatib referendumni cheklamoqchi bo'ldi. O'qituvchi partiya insoniyatning vaziri kechiringlar do'stlar. Ko'z chataq qo'zirindi. İspaniyaning vazirini tanqidlab, bostirish nomussizlikdir. Men sening isti'fo berishingni talab qilaman. Endi bu referendum Yevropada qaysi davlatlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin? Angliyaga tava Shotlandiyaga, Fransiyaga tava Keshijaga, İspaniyaning yana bir o'lkasi Baskaga, İtaliyaning shimolidagi millatlarga, Belgiyaning Finlandiya o'lkasiga referendum va mustaqillik talablari bo'yicha
ta'sir ko'rsatishi mumkin. Kataloniya referendum o'tkazdi. 90%dan ortiq kishilar mustaqillik uchun bilet tashladi. Mavzuli xabar 10 oyning 1-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Matbuotlar 2-kuni mundaq xabar qildi. İspaniya Kataloniya avtonom rayoni mustaqillik uchun referendum o'tkazib, 1-kuni kechda oxirlashdi. Bilet tashlash o'rinlari taqoldi. Fransiya agentligi xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Kataloniya avtonom rayoni 2-kuni ko'rsatdiki, bilet tashlash qatnashgan 226 ming nafar kishi tunigun Kataloniyaning mustaqilligi uchun bilet tashlab, 90% bilet va ovoz bilan mustaqil bo'lishni qo'llab, Ispaniyadan ayrilib, mustaqil davlat qurishni qaror qildi. Angliya Guardian gazeti İspaniya mag'lub bo'ldi deb ko'rsatdi. Kataloniya avtonom rayonining raisi 10-oyning 6-kuni mustaqillik jakarlashdan bishorat berdi. 10-oyning 6-kuni bo'lsa bugun, demak Kataloniya İspaniyada mustaqillik jakarlashdan bishorat berdi. Milliy jakarlamadi taxi. Shu kuni mustaqillik jakarlayolmadi yo'q, qani 1-2 kundan keyin bu natija hosil bo'ladi. Jakarlashdan bishorat berdi mavzuli xabar 10-oyning 2-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Carles Puigdemont Kataloniya avtonom rayonining raisi Puigdemont Yevropa parlamentining qo'llashini iltimos qildi. Xayr-xo'sh, İspaniya degan lozunkalarni ko'tarib Kataloniya xalqi namoyish chiqdi. Kataloniyada referendum 90%dan ortiq ovoz mustaqillikni qo'lladi. Amerika ovozi Amerika davlat mahkamasi kechda bayonot e'lon qilib, bunda ko'rsatdi. Amerika qudratlik birlikka kelgan Ispaniyani qo'llaydi. Bayonotda yana Amerika erkin yig'ilishni qo'llaydi deb ko'rsatdi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati bu navbatda bu qatim bayonotida Kataloniyaning mustaqil bo'lishini emas, balki Ispaniyaning birlik kelgan bir davlat sifatida, qudratli bir davlat sifatida saqlanib qolishini qo'lladi degan gap. Hurmatli vatandoshlar.